U dunyodagi eng yaxshi samuray. U Liyudek oson o'lim topmaydi. Shundaymi? Hammasi joyida. Biz bir-birimizni bilmaymiz. Linshong to'g'rimi? Du oilamizga qo'shilishni xohlaysanmi? Su oilasi senga qancha pul berishni qat'iy nazar, senga 10 barobar beraman. Janob, bu bola bilan kelajakda muammoga duch kelishimiz mumkin. Lekin men siz bilan o'yin o'ynashni istamayman. Bu meni birinchi marta eshitganim. Bu gapni hech kim aytishga jur'at eta olmagan. Sen chindan ham jasur odamsan, shunday emasmi? Seni hali ham hayotingni jiddiy qabul qilmayapsan. Bugungi kunda gaplashadigan hech narsa yo'qdek tuyuladi. Su xonim va men birinchi bo'lib ketamiz. Ularni qo'yib yubor. Janob Du, ularni qo'yib yubora olmaymiz. Duotinchi samimiyatlikka qabul qilmadi va uni siz xo'rladingiz. U sizning orqangizdan kelishidan qo'rqaman. Ular sening orqangdan kelmaguncha qani ketdik. Dadamdan tashqari haqiqatan ham boshqa odam bormi? Men uni butun qalb bilan himoya qilamanmi? Ammo bu Du oilasi. Agar men birini tanlashim kerak bo'lsa, men tabletkadan oilam uchun voz kechaman. Janob Du, bularga nima bo'lishidan qat'iy nazar, ertaga men tugataman. Men shoshilmayapman. Menga bu mutakabbar qizaloq yoqadi. Mag'rurligi tushganda. 可是我明天就要死了呀！合作的时候，你信誓旦旦的跟我说，杜家拿天耀，白家拿苏轼。可现在呢，因为一个小保镖而失败。哎呀，护海呀，应该是不再需要白家了。Axlatlar endi yo'q. Chumolilar va axlat. Meni xabarim yo'q. Su oilasini yana xomashyo bilan yetkazib berishga jur'at etgan har bir kishi Su oilasiga qarshi seni oqibatlaringga olib kelmasin. Buni amalga oshir. Nima qilyapsan? Xavotirdamisan? Firmaning navbatdagi rivojlanishi ehtiyotkorlik bilan. Agar siz noto'g'ri qadam qo'ysangiz, bu tubsizlik bo'lishi mumkin. Xavotir olma. Shunchaki oldinga qadam bos. Seni orqangdan himoya qilaman. Du oila usullari siz tasavvur qila olmaysiz. Aslida siz ishtirok etishingiz shart emas. Bunday xavf bilan ishlashingiz shart emas. Biznes haqida ko'p narsa bilmayman. Bu haqida tashvishlanma. Agar kimdir senga tegishga harakat qilsa, men doim yoningda bo'laman. Sen nima demoqchisan? Hammasi joyida. Agar ishingiz bo'lmasa, tashqariga chiqing. Ongingni shunchalar tez o'zgartirasanmi? Sizni jazolashdan qo'rqmayman. Men hayotimni qutqarish uchun siz hatto Du oilasi bilan urush ham e'lon qildingiz. Opa, ofisda nimadir noto'g'ri. Opa, nima bo'ldi? Kompaniyaning 2 o'nlab tibbiy zaxiramonlari barchasi yo'q qilindi. Noma'lum manbalarda ularga kirdi. Ichidagi dorilar va xomashyolar yo'q qilingan edi. Biz $2 milliard yo'qotdik. Ularning kimligini bildingizmi? Kameralar orqali biz ularni niqobda ekanliklariga o'xshamadi, ammo biz hali ham bilmadik. Xomashyo kompaniyasini chaqiring. $2 milliard. Biz allaqachon siz bilan bog'landik. Ammo Shinxay va boshqa kompaniyalar bizga xomashyo berishni taqiqladi. Su xonim, aksiyalar narxi tushib ketgan. Bozor narxi esa allaqachon tushgan. Vahimaga tushma.
Yo'li bo'lishi kerak. Albatta yo'li bor. Tog' va Daryo ittifoqi, siz xomashyoni o'g'irlagansiz. Bu men bilan hech qanday aloqasi yo'q. Biz xo'jayinimizning xabarlarini yetkazish uchun shu yerdamiz. Xo'jayinimizning so'zlariga ko'ra, sizning 3 kuningiz bor. Du oilasiga samoviy tabletlarni bering. So'ring qolgan aksiyasi o'zning iqtisotingiz Shanxay ittifoqiga tegishli bo'ladi. Siz tush ko'ryapsiz. Agar biz qilmasak nima bo'ladi? Qilmasangiz suv va Tiananao hech qanday qolmasligi mumkin. 苏轼跟天耀可能就都留不下了。 Oilasi ham ko'rib chiqiladi. Oilasi eng eski oila. Ularning o'zlarining ostida Shanxay ittifoqi bor. Siz yetishmovchilik bo'lishingiz kerakmi? Bu meni hayratda qoldirmaydi. Bizning xo'jayinimiz Xo va Du oilasi biz doimo Du oilasi bilan yaxshi munosabatdamiz. Bundan tashqari birga ishlayapmiz. Su xonim, agar qo'lingizda juda ko'p 不是好好考虑考虑自己。 o'zingizni o'ylasangizchi. 走了走了。 Mayli men ket. Opa, agar bu davom etsa, sud tugallanadi. Duchining matini eshitadi. 狙击狗屎！ U yo'lga o'tganlari barchasi talonchiliklari, ularning tahdidlari, barchasi tugallanadi. 是要置我们于死地。 Bu ularning xo'jayini uchunmi? Muammoni hal qiladi. Siz aqldan ozganmisiz? Nima qilyapsiz? Qo'y, bunday bo'lmaydi. Bu haqida uzoqroq yurish haqida gaplashaylik. Men hazillashayotgan edim. Shunchaki men kayfiyatingizni ko'taryapman. Sizlar ishlashda davom etinglar. Men borib oyog'imni massaj qilaman.